Yaxshi. Nima muammo bor? Momo ustalar yaxshilanadi. Tayyor-ku reychni. Hech nega gap yo'q, 2 kunda bitirib ketdi. Faqat qo'lda momo bor. 2 kunda bitirib ketdimi? Cho'tki qilib ketdi, momo yo'q. Soqqasini berdilaringmi? Soqqasi ishini bitirishi bilan oldi. Men gaplashdim. Yaxshi, Hammasi joydami? joyida. Don. Avtosalon ochiladi. Sani o'zingni bo'tda. Sani do'lingni qilib beraman, tushundingmi? Sen bolalarga qo'yib просто положениyaga qarab tursang bo'ldi. Gapda. Nima qilish kerak hozir? Endi reklama qilish kerak. Reklama qilish kerak. Odamlar bilsa, qanaqa joylarga reychni patolog qo'yishini. Xullas do'stlar, Gipsayt kompaniyasidan mana shunaqa hashamdor reychni patologlarni hozirgi paytda avtosalonga, kafe, restoranga qo'yilyapti. Nima uchun unaqa qo'yiladi? Chunki hashamdor ko'rinadi, premium darajadagi vidni beradi. Agarda sizlarga ham xuddi shunaqa Don Corleone sizlarga maslahatni eshitsanglar, hoziroq shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib oladi siz bilan.